maqsadda olmayapsizmi? O'zim olman подписчиklarim bilan. Rasmga otdi aka. Подписчиlar bilan rasmga tusholman. Assalomu alaykum. Videoga olish mumkin emasmi bu yerda? Давайте bundoq qilamiz. Men просто chiqib ketaman bu yerdan, bo'ladimi? Sal g'alati deb bu yerda qilayotgan ishinglar, aka. Unda men bitta mana Milliy gvardiya xodimlari meni ogohlantirish kerak. Ishing tagiga X yozib qo'yish kerak kamerani qo'yib. Hozir meni qo'limdan kelardi-da, reels qo'yib mana shu 500 ta 600 ta odam to'plab olishdi. Fokuslarga qiziqishim 11 yoshimdan paydo bo'lgan. Ko'pchilik so'raydi. Fokuslarni qilishda qora kuchlar yordam beradimi yoki bu shunchaki sirli mo'jiza? Men esa bitta narsani aytaman. Bu mehnat. Tunlar davomida mashq, yuzlab xatolar va minglab urinishlar. Sir sehrda emas, fidoyilikda. Fokus bu ko'z bilan emas, e'tibor bilan ko'rish san'ati. Har bir harakat insonning ongida cheksiz imkoniyatlarni ko'rsatadi. Men uchun fokus bu nafaqat illyuziya, balki hayot falsafasi. Haqiqiy mo'jiza qo'lda emas, ongida tug'iladi. Shu sabab men uchun sahnada har bir daqiqa nafaqat tomoshabinlarni hayratda qoldirish, balki o'zimni har safar yanada chuqurroq anglashdir. Men Gambit va bu mening san'atim, mening haqiqatim. Mazgiylar, nima gap? Namangan bilan Qo'qonning videosini ko'rdinglarmi? Agar ko'rmagan bo'lsanglar, ham tepaga Namanganning videosini chiqarib qo'yaman. Hozir biz Namanganda 1,5 kun bo'ldik. Sirazi kechpa soat 12 hozir. Bobur yurti Andijonga yetib keldik. Bu yerda tarixi, odamlari, ovqatlari alohida tema. Fokus ham shunga yarasha qilishga harakat qilaman. Bolalar, agar Qo'qonning videosini, Namanganning videosini ko'rmagan bo'lsanglar, mana tepaga ketma-ket chiqarib qo'yaman. Bemalol videoni ko'rib olib, ko'rsanglar bo'ladi. Undan tashqari maktab bolalarini bitta joyga yig'sak nima deysan? Andijondan Navro'z molga. Voy. Parcha qo'y. Попробуем Navro'z molga maktab bolalarini chaqirib ko'ramiz, yig'ib ko'ramiz endi bu. Hozir borib uxlaymiz-da. Glavniy narsa. Senator qani, senator? Senator, top beringlar. Tero streaming qani mana? Content jarim, давайте. Hozir Instagramga stories qo'yaman. Avvaliy bir papochik ko'rasizlar babil. Tilim aylanmayapti. Uyqum kelyotdi, lekin uyqudan kechib sirazi Andijonga yo'lga chiqdim. Bobur yurti Andijonga xush kelibsiz. Shu farsat men shunaqa qiyin bo'ladimi sovuqda gapirish? Namanganda pashte 1,5 kun Namanganda til ketibdi o'sha Namangan tiliga. Bo'ldi aka gapirmang. Voy, hozir uxlashim kerak edi, lekin uyqudan kechib men Bobur yurti Andijonga kelib oldim. Nu bolla. Shu fursatdan foydalanib Senator, Dangerous Esports qattasizlar bir content jarit qilmaymizmi? Yana kimni taniyman Andijondan? Kim? Tero Streamit, Jigar. Bir yozinglar qani bir content jarit qilaylik bu. Biz o'sha boshlaganmiz 12 bo'lisiga qaramay. Shu mana. Endi agar aloqaga chiqsa, ikkalovligi bilan bitta content jarit qilamiz. Mana shu videoni ichida. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Har doimgi mazgi qiladigan gapim. Like, подписка kalla qo'yasizlar. Menimcha 100 mingta bo'lgan bo'lamiz bu paytda. Okay, hali Namangan Qo'qon video chiqmagan hozir. Bu video chiqqan paytda menimcha xudo xolasa 100 mingta bo'lgan bo'lamiz. Qolganini qayerdan olamiz? Qolganini qayerdan olamiz, ey? Qolganini qayerdan olamiz? Mana bir 20 ta odam bor. Yig'ib olamiz aka. Mana 20 ta o'rmanamiz hozir. 180 ta yig'sak bo'ldi ekan. 179 ta. 179 ta. Hozir stories qo'yamiz Instagramga. Davay shahriy ol. Baribir подписка bosishinglar kerak. WhatsApp odamlar o'sha xidimdan bilyapti, xidimdan. Davay pagnali. Anaqa sepkaman-da. Google Channel sepdim. Uyg'onib aloqaga chiqamiz. Pagnali. Kechqurun yo'lga chiqqanim sababi mana. Umuman hech kim yo'q. Ikkinchidan Qo'qon bilan Namanganda umuman odam yig'madim. Lokatsiyamiz politsiya qilmasdan shunday videolarimni olib tez chiqib ketdim. Sababi odam yig'vorsam, menimcha ko'p odam yig'vorsam, PPS keladi, Milliy gvardiya xodimlari menga chora ko'rishadi deb o'yladim. Lekin Telegramdagi odamlar meni topib keldi. Telegram kanalimdagi. Agar hali ham sizlar ham tashlamagan bo'lsangiz, Telegram kanalimga pastda описаниеda ссылка bor. O'sha yerga kirib bemalol podpis tashlab qo'yib, личный hayotimni ko'rsanglar bo'ladi. Instagram bilan YouTube'ga qo'ymayman личный hayotimni. Telegramda juda ham oson va erkin bo'lgani uchun Telegramga qo'yaman. Так что описаниеga o'tib podpis tashlab qo'yamiz Telegramga. Pagnali. Temuriylar keldi, Boburilar keldi, Anjallilar keldi. Bolalar, biz Andijondamiz. Bog' Shamol degan joydamiz.
Bitta narsani aytib qo'ymoqchiman. Bir kun oldin keldik, bir kun dam oldik bo'pti. Sababi Qo'qon bilan Namanganda normalniy uxlamadik odamga o'xshab. Davay. Hozir gashtinchida dam olib bir kun obxod qilib Andijonni kech payt aylanib chiqdim, qayerda nima borligini bilib. Hozir Bog' Shamol degan joyga keldik. Bu yerda Bobur haykali bor ekan. Bitta narsa park, butun boshli park tashlandiq. Mana qaranglar, hech narsa ishlamayapti. Menimcha bu yerga investitsiya kirgizib, pul tikib, chiroyli joy qilsa, normal odam keladi. Chunki qaysi Andijonlikdan so'rayapman? Bog' Shamol deyapti. Navro'zmol. No, okey. Mening miyamga sig'mayotgan narsa butun boshli parkda attraksionlar quflanib ketilgan. Bu ovqatlanadigan oshxonasi, qozonlari yopib ketilgan, idish-tovoqlari hamma narsa suqilib ketilgan, prosta tashab ketilgan. Andijonliklar bo'lsa yozinglar, nimaga bunaqa qilingan? Undan tashqari ikkinchi qozon bu. Mana bitta qanaydir food court bor ekan. Davay chiqinglar. Küçük bor ekan, küçük. Okey. Mana ham oshxona, qanaydir ovqat tayyorlanadigan joy, ichkarida o'zi personalning xonalari. Mana bitta stol bo'lardi, o'tirishardi. Tepada Bobur haykali bor ekan. Mana yerda ko'p attraksionlar bloklab tashalgan. Nimaga tashab ketgansizlar bu yerda? Menga bunaqa chiroyli, qo'rqinchli atmosfera yaratib, ha? Qorong'i joyda takoy qo'rqinchli bo'lib chiqadi. Прикольно? No, okey, da. Shunaqa bir tutib qoladi. Momentdan foydalanib ko'rsatib olish kerak. Ana endi tepaga Bobur parki, Bobur haykalining tepasiga chiqamiz. Yo'lda bloklangan attraksionlar va tashlandiq joylarning videosini ko'rsanglar bo'ladi. Paginali. Bo'ldi. Qarchi, poyezd yo'li relsi bor-da mana. Shunaqa attraksion bo'lgan mana shundoq tepadan haydaydigan. Lekin kreativ bo'lgan ekan. Как будто bor, hozir kimdir yugurib chiqib tashlanadigan deydi. Ana horror kinolarda bilasan, ana svet anaqalar bilan, spets effektlar bilan o'ynab turib, ting etib qarasa, keyin bu yoqqa bitta qarasa, hamda yugurib qoladi. Xuddi shunaqa atmosfera. Bular uchmasini bloklab ketib pastlar. Mana shahri, ham rels boshlanishi. Ashalet. Lekin buni odamlar o'zi haydagan ekan. Bundoq bo'lsa, pedal bilan yurot shahri. Bila bitta o'zim qiynalyapman. Oldini bor ekan. Bloklab qo'yishibdi, qarang bitta. Mana bu yerga ham qulib ilib qo'yishgan. Lekin ves bog'i san tepasida mana shunday aylanib yuribsan. Topdim joy, tepaga chiqadigan. Biz noto'g'ri joydan kirib qo'yibmiz, sal tashlandiq park bu taraf. O'zi mana bitta glавный ishi ekan, bu obod qilib qo'yilgan, chiroyli, o'tlar yo'q. Zahiriddin Muhammad Boburning haykali. Endi rostmi yolg'on bilmadim. Bobur qabri shu yerda deyishyapti. Hozir ChatGPT'da shu yerdagi madrasalarning ichiga kirib bilib olamiz. Paginali. Bu muzey ekan, Bobur va Jahon madaniyat muzeyi. Bu ichida nimalar bor ekan? Assalomu alaykum. Bormaylar. Assalomu alaykum. Video olib ko'rsatgani keldik. Olsak bo'ladimi ichkarida? Video mumkin emasmi? Lekin bizga farqi yo'q. Bu kunli shohona libos. Bu nima bu? 3000 dan bizmi kirishi? Bizlar bu tomondan kirdik. Maydon? Hozir. Narxiga necha ularni? 50 ming beribsizmi? Nesi 46 ming qaytdimi? 20, 30, 40, 50, 4 ming qaytamiz. Peshingiz yaraqlagan. Qarang, 4 ming ko'paytirib beryapsiz. Bo'limi, avring? Bu yerda Zahiriddin Muhammad Boburning haqiqiy qabri yo'q, Qobulda ekan. Bu o'sha Qobuldagi qilib qurilgan ekan kak. Shu yerda qanaqa bo'lsa, xuddi shunaqa qilib qurilgan ekan. Balkim Qobulga borsam, videoga olib ko'rsataman. Okey, ozgina adashdim. Karvon qarg'aydi bu. Meni qo'limda kaloda bor. Kaloda karta. Minimachini qarab turasiz kalodaga. Ko'rgan bo'lsam.
Qani aka? Sen Qarang. operator bo'lib turib, men oldimda yuradigan odam bo'lib turib, nahotki shuni tushunmading? Yo'q, hali ham bilmayman. Короче, videoga ham oldim, montajda ham o'tiribman boydan beri. Qaranglar. Sizlarga hozir anaqasi bilan ko'rsataman. To'xtab turing. Mana qaranglar. Misol uchun, kaloda endi nimadir desak ham, qanaqadir sekreti bor desak ham, mana kaloda ishib turibdi-da, tushunasizlarmi? Mamdo bo'lib ishib turibdi. Hatta animatsiyani qarab turib kalodaga. Mana qaranglar, kichkina nima. Yaxshi. Даже operatorni ham aldayapman. Ti. Voy, yonimda o'zing olib yurdingmi shu kartalarimni? O'zing olib berding sumkani. Как? Yo'q, bilaman, hammasi. Misol uchun Agar videoni ko'rmagan bo'lsanglar, tepaga chiqarib qo'yamiz. O'zamiz David sifati. Bog' shamollar aylan bo'ldik. Ana endi Navro'z malga. Faqat botga kirishdan oldin YouTube'ga video qo'yib olishimiz kerak. Qo'qonning vlogini agar ko'rmagan bo'lsanglar, tepaga chiqarib qo'yaman. Kirib ko'rib olinglar. Videoni oxiridan chiqaraman. Namangan hamda Qo'qon qilib. Ketga birinchi videoni qo'yib olaylik. Mana olib qo'y. Hop, mazgilar Navro'z malli Yangi O'zbekiston demoqchi edim men. Asonalar vodiysi. Nima dedimmi? O'zbekiston, yangi O'zbekiston dedimmi? Mazgili, Navro'z malli ichiga kirdik, sirazi ikkita подписчик topdik. Ana endi bular bilan o'yin o'ynaymiz shu yerda. Mana qancha yutsanglar, shuncha fokus ko'rsataman, okey? Hech qanaqa pul-mul berib o'tirmayman hozir. Hop qaranglar, udarni uramiz. Men ham ko'p umuman urmaganman udarnini. Mendan ko'proq urib bersanglar, bitta fokus, imam bitta hokkey o'ynaymiz. Buni ham yutsanglar, yana plus bitta fokus. Okey? Keyin fokus oxirida ayoqda o'tirib ko'rsataman. YouTube'da podpis tashlaganmisiz? Mana sizga o'xshaganlarni deb men hali ham 100 mingta bo'la olmayapman. Nima qiyinmi shuncha tashlash? Keyin safar tashlab qo'yaman. Hozir tashlang. Mana YouTube'ga kirasizlar. O'rni o'chib ketdi. Poyezga gambit deb yozasiz. Chiqadi birinchi bo'lib. Shunaqa qilib podpiska bo'lib qo'yasizlar. И всё, hammasi yaxshi bo'ladi. Давай, paginali. Nima qilish kerak? Buyoqqa mazgi, buyoq. Ke, chaqiring. Всё? Paginali. Ketdik, kartochka olamiz. Ko'rasizlar bonkalarimni? Давай, jigar. Atinglar yutolmasin, kichikroq bola tanlab kelsin. Как это работает? Короче, karta mashinaga bosasiz. Aha. Давай, jigar. Birinchi bo'lib. Shunaqa uring, qo'lingiz sinmasin faqat. Давай. Voy. Voy mazgi 3111 urdi. Rekord 3200. 3111 cho'zlar. Yutqizdim menimcha. Okey. 3111 edi. Baxtini. Bunday qiling. Ko'rasizlar. Menimcha bu xato hisoblaydi. No, aka, yutqizdim. Endi shayba o'ynaymiz. Bitta shimi. Mujik bo'l. Chupa-chup sku bitta. Maylimi? Qo'l ochuvligini qaranglar. Billat. Ya, mazgi qalaysan? Yaxshimisan? Qani buni ana kultas. Shayba qani? Hop, tayyormisiz? Voy, qayerga ketib qoldi bu? Bartaga turib olibsiz, siz bunda o'ynatib o'ring. Mazgi qalaysan? Okey, mayli. Taqdirga tan beramizmi deyman? Yo'q, xato o'ynayapmanmi? Mazgimiz sekir o'ynay. Comeback, давай. Kommentga comeback deb bosib qo'yinglar mazgilar. Cuber, давай, jigar. O'chdi. Mapdan havo chiqar ekan. Shuning uchun ham sirpanar ekan. Okey. Buni bu yoqqa qo'yamiz. Jigar ikkinchi marta ham yutdilar. Endi qochamiz. No, okey. Yutqizdik, mayli. Nima qilamiz? Fokus ko'rsatamiz. Sumkamni ber shaxiring. Men bu odamni hozir knockdown qilaman fokus bilan. 2-1 ga yutdingiz. Ashshina qanaqa? Normal. Qanaqa zo'r bo'lmaydi-da unaqa. Hech narsa yutmayapti bu jigar, to'g'rimi?
Okey, paginali. G'oliblar g'alaba qozonadi. Da, bu hayotda faqat g'oliblar g'alaba qozonadi. Assalomu alaykum. Nima maqsadda olmayapsizmi? O'zim olman podpishkilarim bilan. Instagramgami? Yo'q, YouTube'ga. Toshkentdan keldim. YouTube'ni podpishkilarni yig'ganman, ko'rishib javob beraman. O'zim olman. Xudo ruxsat so'rab bering, mana. So'rang. Borishim kerakmi? Xudo men ruxsat so'rab bering, davol bersa olaman. Bundan axir o'zingiz uchun olyapsiz, to'g'rimi? O'zim uchun bu yerda sizlarga hech qanaqa zarari yo'q. Toshkentdan keldim. Ismim Gambit Eschi. Pramagod Gambit. Podpiska bosib qo'yasizlar. O'zi bosmasdan podpiska bosib qo'yasizlar deydi. Mazgi, okey. Yuring sal teparoqda ko'rsatamiz. Ke, молодец. Nima bo'lgansan? Obuna bo'lganmisan? Sanammi? Точно? Kekirishyapmisiz? Davay, ke. Fotkimsa. Qani telefon? Bo'ldi. Ana baba o'tirib ko'rasam shunday qilasiz. Telefonni olib kelib ketmaydimi? Qabul aka. Nima maqsad o'zi? Qanaqa rahbariga? Nima blogerlar nimasi bormi, nimasi? Nomimi? Ismim Gambit. Men fokuslikman. Toshkentdan vodiyni aylangani keldim. Qo'qonda bo'ldim, Namanganda bo'ldim. Hozir oxiri men Andijondaman. Meni maqsadim Andijonning tarixiy obidalari, Qo'qonniki, Namanganlarni ko'rsatib, eng mashhur joylarni podpishkalari bilan ko'rishib, Yo'q, bo'ldi. Tushundimmi? Ya'ni просто nima qattiq qoida borda. Siz hech qanaqa video qilinmaydi-da. bo'ldi, men sizni tushundim. No, ishing tagida kamera bilan ko'rayotganda hech kim ogohlantirmadi meni. Ko'rmagandir endi, masalan, hozir ko'rdim. Bloger demagandir, balki senga bir qator chiqib, ruxsat so'rab qo'yaylik, davro bersa bemalol. Qayerda administratsiyaga? Ke, hozir rasmga tushib ol. Qani telefoning? Mayli. Voy baba, kim ovossa? Meni otgan ekan. Hozir bitta dona odam qoldi. Avot. Ke. Rasmga o'tdi aka. Podpishkalar bilan rasmga tushyapman. Yomon joyi yo'q, просто ruxsat olib qo'ysak bo'ldi aka. Assalomu alaykum. Videoga olish mumkin emasmi bu yerda? Ruxsat bilanmi? Давайте bundoq qilamiz. Men просто chiqib ketaman bu yerdan, bo'ladimi? Yo'q, sal g'alati-da bu yerda qilayotgan ishinglar, aka. Misol uchun men sizlarni brendinglarga yoki targoviy sentrlarga zarar keltirmayman. Qaytanga ochib beryapman sizlarni-da. Sizlarga просто ruxsat bo'lishi kerak, ular ham yo'q demaydi. Unda mana bitta mana Milliy gvardiya xodimlari meni ogohlantirishi kerak. Ishing tagiga X yozib qo'yish kerak kamerani qo'yib. Kamera bilan shundan kirib keldim men, aka. Nimasi-yu markazga borib? Просто nima? Yo'q, bo'ldi, ruxsat kerak emas, aka, men ketaman. Boshqa bog'ga boraman. Kamerani o'chirib podpishkalar bilan rasmga tushyapman. Bu yerda mumkin emas deb baqiryapti yana menga. Shu fignya. Qanaqa tushunish? Nima bu? Вообще, короче, bilmadim. No, fiksenim. Taassurot, qanaqa kayfiyat bo'lishi kerak bu yerda hozir, men tushunmayapman. Hozir meni qo'limdan kelardi-da, reels qo'yib, mana shu 500 ta 600 ta odam to'plab olishdi. Men imенно shunaqa bo'lmasin, tartibsizlik bo'lmasin, hali gaplashmaganman bot bilan deb, o'zim videoga olib yuribman-da. Mana bitta podpishkalar bilan rasmga tushsam ham gapirishyapti-da. Ana, agar Navro'z moldigilar ko'rayotgan bo'lsanglar videoni, qonun qoidani oldin yaxshilab ham ishing tegidek aqranaga tushuntiringlar-da, keyin ishga olinglar, xo'p? Bu podpishkalar bilan rasmga tushish ham mumkin emas deyapti-da. Это nikak iloji yo'q, tushunyapsizlarmi? Men xohlasam kirib rasmga tushaman, xohlasam videoga olaman. Bu ommaviy joy. Paginali. Men jigarga fokus ko'rsatishim kerak edi. Okey, fokus ko'rsataman videoni yopamiz. WhatsApp. Bo'ladi. O'tib qolishmasin, ketding nariyoqqa borib qilaylik, videoni olaylik. Yo'q, men noqonuniy hech narsa qilganim yo'q. Agar hozir ustimdan jalba qilsanglar ham hech narsa bo'lmaydi. Men просто tak o'zim videoga olib yuruvdim. Okey, ketishitroqga boraylik. Dislike. Keling, Murod. Qalasiz? Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Hop jigar. 2-0 bilan yutdingiz. No, okey. Qarang, 3 ta kaloda karta bor menda. Taliko, bicycle standart qizil va bicycle ko'ki. Xohlagan ikkitasiga qo'lish tek qizing. Okey. Endi 2 ta kaloda qolyapti sizda variant. Bittasini tanlang. Shumi? Bo'ldi. Qarang, bizda qo'yayotgan karta bu bicycle standart qizil ranglisi. Ichini ko'rsataman. Например, ichida 7 olma va boshqa kartalar bor. Diqqat bilan qarab turasiz. Kartani yopaman. Ko'ryapti. Imanda ham bunaqa idish bor. Normalmi? Qo'rqmayapsizmi? Qarang. Idishni olaman.
Qorani ichiga tiqaman. Kaloda yo'qoladi. Bu qakchi. Qani kaloda bilasizmi? Нет. Oyoq kiyimingiz ichida. 10 oyoq kiyimingiz ichida. Yechib qarang jigar. Yechib qarang jigar. Bormi? Ne qidiryapsiz? Seziladi-ku. Ko'p katta odamlar ham ertaga ishonadi menimcha. Mujik. Endi spasiba. Endi ikkinchi fokus ko'rsataman. Davay, pogynali. Ikkinchisiga nima bilan nuqta qo'ysam ekan bu bolani hayotiga? Жесткий фокус ko'rsatmaydi. Qattiqlardan ko'rsataymi? Misol? Misol? Misol. Давайте. Ой, бля. Что за жизнь, бля? Men miyamga chiqib ketdi. Ismingiz nima edi? Azod. Ozodbek. Meni o'tgan podpisчикimga ikkinchi fokus ko'rsatyapman. Qarang, boya yo'qolgan qizil kaloda bilan. Diqqat bilan qarab turasiz. Qayerga ketganini bilmay qoldingiz, nima chiqarib oldim aka, qarang. Kaloda. Hammasi har xil kartalar, to'g'rimi? Ha. Bir marta ko'rsataman. No, aka, yana bir marta, shtobi bir xillari bor demasligingiz uchun. Ko'rasiz, to'g'rimi? Orasiga tiqoraman. Qarang, meni kalolarimda shunaqa xususiyat bor. Например, bitta kartani olasiz. Qo'l bilan 1, 2 strun qiladigan bo'lsangiz, rangi o'zgaradi. Прикольно? Да. Ну, okey, davom etaman. Vнимательно qarab turasiz. Faqat bu kartani emas, olaman-da, ko'ryaptimi? Sekin yurg'izadigan bo'lsam, ko'zingiz oldida sekinlik bilan ves kolodani rangi o'zgaradi. Ну как вам? Ne emotsiya ko'rsatmaysiz? Endi hayajon bor desa, Qanaqa, nimaga hayajon? bilmadim endi. Men ishlab olmasam, yeb qo'ymasam, ну не знаю. Okey. Men ikkita fokus ko'rsatdim, to'g'rimi? Ikkita yutdingiz, все. Ozod, sizga kattakon rahmat. Bolalar, agar videomga chiqmoqchi bo'lsanglar, просто так подписка bosib qo'ysanglar bo'ldi. Подписчикman desanglar bo'ldi. Men videomga olib chiqaman. Так что, pogynali. Hamma подписка bosib qo'ysin. Yo, unaqa demaysiz, подписка bosmagansiz. Pogynali deng. Pogynali. Короче, Andijonning videosi shu joyda tugayapti. Targov sentrda bo'lgan holatni ko'rdinglar. Подписчиклар bilan ham normalniy rasmga tusha olmadim. Mumkin emas deyishdi. Noki ko'chaga chiqib tushib oldik keyin. Videoni ham oxirigacha olamadim. Iloji boricha shu ko'chani o'zida kontentni tugatib qoldim. Agar qonun bor bo'lsa, ishini tagida yoki qanaydir znaklar bilan ogohlantirib qo'yish kerak, mumkin emas deb. Ishini tagida ogohlantirishmadi, znaklar yo'q edi o'tdi. Videoni уже tugatayotgan paytimda chiqib kelishyapti. Agar Navro'z mol administratsiyasi menejerlari ko'rayotgan bo'lsanglar, iltimos birinchi tushuntirib qo'yinglar yaxshilab. Undan keyin talab qilinglar. Men bilganim yo'q. Undan tashqari bizni kecha ham даже professionalni 3 ta kamera bilan kelib, bu yerda boshqa proyekt uchun syomka qilib ketgan edik. Lekin bizga hech kim indamagan edi. Не знаю. Qanaqa bu? Qancha zapret bo'lsa, полный zapret qilish kerak. Mumkin emas bo'lsa, so'rash kerak bo'lsa. No, so'rash kerak bo'lmasa, shunda qo'yib qo'yirish kerak. Короче, Andijon sizlarga kattakon rahmat. Shunchalik mehribonlik qilib kutib olganinglarga, kontent shu joyda tugayapti. Qaysi viloyatga borish kerak yana, qaysi davlatga borish kerak bilmadim. Kommentariyaga o'zingizlarni variantinglarni yozib qo'yinglar. Qayerga borsam qiziq bo'ladi. Undan tashqari, pastda описаниеda Telegram hamda Instagram ham turibdi. Bemalol kirib tashlab qo'ysanglar, YouTubedan podrobniyroq ma'lumotlar Telegram hamda Instagramda chiqadi. Sizlar Gambit YouTube akkauntida bo'ldinglar. Ko'rganingiz uchun kattakon rahmat. Like bosdinglar, podpiska bosdinglar degan umiddaman. Pogynali. Bular boshim og'riyapti. Okey, mayli. Bori shu ekan. Men ichkarida olgan kartam. Kassadagi qizam mensimasdan gapirdi-da, bori. Aytib turibman-da, video olma, iltimos. Как это понять? Iloji boricha yomon отношениеda bo'lmaydi. Kulib, yaxshi hamda qilib, hop deb gapiryapman. Nima bo'lsa kibr ko'rsam bo'lardi. Men qaytanga ulamanga muomala qilib tashashdi. Mana. Kartalar ham boshingizda qolsin.